deylik Fransiya orqada borayotgan paytida quturadi, yomon quturadi va biz o'sha ko'rmagan 30%lik haligi qurolini ham ishga soladi. Ispaniya futboli bilan shunaqa qilish mumkin. Misol uchun ortda borayotgan baribir bittasiga hisob ochadi-yu. Har hisob ochadi. Shuning uchun bu tomondagi g'olib menimcha o'zi chempion bo'ladi, ko'p ehtimol. Endi qanaqa yutib chiqishiga ham bog'liq-da. Agar yana Fransiya deylik 1-0 qilib yutib finalga chiqadigan bo'lsa, qarshi hisobda ortda borayotganda finalda nima qiladi? Uni Argentina yoki Angliya biladi. U tomondan keladigan. Hozir o'zi rostdan ham bir-biriga juda ham mos ekan, ammo jismoniy tomondan gol kerak bo'lib qolgan paytda Fransiya murabbiyning ko'rsatmasi bilan emas, o'zi umuman xarakteri bilan har qanaqa imkoniyat ishga solishi mumkin. Ular baribir juda Yevropa emas. Chunki iflos o'yin degan bolalarda ko'proq Yevropalashgan bu ispanlarda. O'zini futbolni qiladigan boshqa tozaroq o'ynaydi, yosh futbolchilar, keyin shaxsiyatlar kamroq. Misol uchun Pedri ham yo'q qo'yapti-da. Kechagi o'yinda ham asos tarkibda tushirmayapti Pedridagi futbolchini. Bu tomonda baribir juda ko'p shaxsiyatlar. Fransiya o'zman Ispaniya chempion bo'ladi deb kelayotgandim boshdan. Ispaniyani nima uchun boshdan chempion ko'rgandim? Bu jamoaning bitta afzalligi bor. Fransiya tovlanishi mumkin, lekin Ispaniya tovlanmaydi. Ispaniya o'zini futbolini qilaveradi. Maksimal shu bizda shu, chunki De La Fuente boshqa yo'lni bilmaydi. Menga nimagadir mana shu bosqichgacha kelib, Fransiya 51 ga 49 ga aylanib qoldi. Men bo'lmasa boshda Ispaniya deganman. Hali ham Ispaniya o'zining futbolini quradi-yu, muhim pallada nimadir kerak bo'lib qolgan paytda mana bular xavfliroq ko'rinyapti-da.